Assalomu alaykum hammaga. Hozir demak turnirdan oldin qizib olamiz. Boshda oyoq qo'llarni qizitib, tiriklikka o'zi sakrab, 3-4 tur yugurib olsak ham bo'laveradi. Yaxshi qizib olgandan keyin turnir durust tarjimani qilsak bo'laveradi. Qizib olgandan keyin rezultat yaxshiroq bo'ladi. Demak, tezlashtirgan kadr qildim. Men qizib olindi, demak, turnir boshladi. 4 padxot, 5 padxot holatlarga qarab bo'laverasizlar. Boshlanishda men 9 ta qildim. Keyingilarida 8 ta, 7 ta qilib tushib borilaveradi. Iloji boricha tekisroq bajarishga harakat qilinglar. Masalan, nafas chiqarish mashqlarini bajarish kerak. Hozir mana keyingisiga soldatga chiqishga o'tib ketdim. Hop, ikkitalik chiqishga harakat qilib ko'raman. Ozgina qilmagandim, mana hozir qiyinlashib qolibdi. Ikkitalik soldat chiqish. Kuzatishda davom etinglar. Xohlasa yaxshi natijalarga erishamiz. Videoni qo'yib boramiz har kuni. Salomat bo'linglar.